Redmi Note seriyalari endi avvalgidek qiziqarli emas. Xullas, Redmi kompaniyasi 4 yildan beri faqatgina bir xil smartfonlarni ishlab chiqarish bilan ovora bo'lyapti. Masalan, Redmi Note 9 dan boshlab, hattoki hozirgi Note 15 ga o'xshagan. Xuddi o'sha biz afsonaviy deb bilgan Redmining lineykasi allaqachon Redmi 10 seriyasidan tugagan. Mana bu Redmi Note 14 4G modeli haqida gapiryapman. Aynan mana shu smartfonning optimizatsiyasi haqida gaplashamiz. Haqiqatan ham Xiaomi kompaniyasi juda ham ajoyib bo'lgan, lekin ko'p hollarda aynan Xiaomining obalochkasini juda ham yomon ko'rishadi. Ha, to'g'ri, ikkita knopka bilan temasini o'zgartirsa bo'ladi, ammo baribir Radnoy bo'lgan softi boshqacha. Xiaomi kompaniyasi o'zidan HyperOS obalochkasi uchun juda ham kamdan kam narsani chiqargan. Ko'p hollarda aynan iOSdan yoki Samsungning One UIdan. Xullas, smartfonning o'zi juda ham ajoyib, puliga juda ham yarasha bo'lgan, lekin ko'p hollarda uning kamerasi juda ham pand beradi. Ha, hech qanaqa mening unga e'tirozlarim yo'q albatta, lekin o'zingizning uyingizdagi sho'tchik va boshqa narsalarni rasmga olish uchun juda ham yaxshi, lekin kameradan maksimum potensialni chiqarib olaman deb Blackmagic kamerani ishlasangiz ham bo'ladi, lekin baribir ozmoz sensorining kattaligi yetishmaydi. Ozmoz emas, anchagina. Yana algoritmlar. Bu yerda juda ham qiziqarli bo'lgan algoritmlar ishlayapti. Shu juda ham ko'p deya olmayman. Aksincha, hattoki Samsungning ayrim S modellaridan ham shunga ozroq algoritmlari, lekin ishoning anchagina yaxshi. Bu smartfon o'zining kameralari bilan o'zini qandaydir kamerafon deb hech ham pozitsiya qilmaydi. Aksincha, o'rta darajada bo'lgan, juda ham ajoyib bo'lgan, o'zining sifatiga yarasha bo'lgan smartfon deb qabul qilishadi. Lekin kameradan iloji boricha maksimumini siqib olaman desangiz, Blackmagic kamerani tavsiya qilaman va anchagina yaxshi video olishga va suratga olishga yordam beradi. Smartfonni ushlaganingizda birinchi bo'lib nimani his qilasiz? Sizga aytaman, eng arzon materiallardan bo'lgan plastiklar ishlatilgan. Masalan, orqa tarafi xuddi qog'ozdek yumshoq va desangiz, orqa tarafi hattoki qimirlaydi ham. Agar Redmi Note 14 ijlatadigan bo'lsangiz, sinab ko'rishingiz mumkin, mendan tavsiya. Xullas, batareya hajmiga keladigan bo'lsak, o'rtacha 5500 mAh aytilgan. Albatta 5500 mAh ozdek, ammo akkumulyatorning raqamlari hech nimani hal qilmaydi. Ko'p hollarda aynan u Redmi kompaniyasining optimizatsiyasi barcha narsani hal qiladi. Masalan, men bu smartfonni olgan vaqtimda o'rtacha zaryadi 5 soat yoki 6 soatga yetar edi. Juda ham tez ketib qolar edi, ammo hozir vaqt o'tdi, yangilanishlar keldi. Endi esa hech ham. Hozirda o'rtacha 8 yoki 9 soatga, ayrim vaqtlar 10 soatga yetadi. Albatta o'zingizning ishlatganingizga qaraydi. Shunchaki ishlatib oddiygina kundalik uchun ishlasangiz hech ham ancha ko'proq, ya'ni o'rtacha 10 soatlarga yetib qoladi. Mening o'pitimda, lekin boshqalarni aniq emas. Ekraniga keladigan bo'lsak, bu yerda 2400 ga 1080 piksel bo'ladi. Adashmasam 667 dyuymlik ekran edi, lekin o'zi ajoyib, o'zi dahshat, lekin nimadir noto'g'ri bo'lgan narsadek. Jinurgir ekranining kalibrovkasi shunaqami yoki nimadir, xullas oq rang oq bo'la turib oq emas. Albatta hech kim ham o'zining puliga arzimaydigan narsani sotib olishni xohlamaydi. Hamma ham yoki o'zining puliga arziydigan narsani olishni xohlaydi, yoki bo'lmasam undan yaxshirog'ini kutadi albatta. O'zimga keladigan bo'lsak, smartfonning optimizatsiyasi juda ham ajoyib. Avtonomliklarga ham hech qanaqa gap yo'q. Albatta, kameralarni hisobga olmasak, barcha narsasi ajoyib. Displeyga, ya'ni ekraniga keladigan bo'lsak, ekrani o'rta darajada o'zining puliga arziydigan, ancha yaxshi bo'lgan smartfon. Ha, yana uni hozirda o'rtacha uzun marketdan 1.800.000 yoki 2.000.000 so'mning atrofida topsangiz bo'ladi. Ammo smartfonning o'zidan juda ham ko'p narsani kutmang. Maslahatim, mayli, ilojim boricha barcha narsani sizlarga aytib beryapman. Xullas, bu smartfonni olish yoki olmaslik faqatgina sizning ixtiyoringizda. Men shunchaki ishlatib ko'rgan opitim haqida qisqacha va iloji boricha tushuntira olganimcha gapirdim. Lekin qolgan o'zingizda. Shu bilan barchangizga xayr. Hozirda bunaqa xuyna montajni ko'rayotganingiz uchun juda ham katta rahmat aytib qolaman. O'zimning avvalgi kanalimni so'raydigan bo'lsangiz, strike.